Assalomu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Hammanglarniki yangi yil muborak bo'lsin. Janob Alloh yangi yilda hammamizning ishlarining muvaffaqiyatli bo'lishini, shundaqla Sharq Turkiston mustaqillik harakatida yangi yilda yangi bir sahifaniki ochilishini, Sharq Turkiston mustaqillik uchun yaxshi qadamlarning besishini umid qilaman. Bugungi suhbat programmamiz Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlari Sharq Turkiston qurolsiz ozod bo'ladi. Bu temada biz bir qancha savollarni tayyorladim. Bugungi suhbatga Amerikadan Nurmuhammad Musaboyev akamiz, shundaqla Germaniyadan Abdurimjon akamizni taklif qildim. Assalomu alaykum Nurmuhammad aka, Abdurimjon aka. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat. Unda qolib qolsa, bugungi suhbatga temasi dedik, Suriyada Uyg'ur qurolli kuchlari ham shunaqa Sharq Turkiston qurolsiz ozod bo'ladi. Bu temalarda qancha ko'p munozara bo'lsa, shuncha yaxshi. O'xshamagan nuqtalardan o'zimizdagi Sharq Turkistondagi qurolli kuchlarga, shundaqla Uyg'urlarniki mustaqil harakatiga har qaysi nuqtalardan fikr qilib, qancha ko'p suhbatda o'tkazilsa, shuncha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shuning uchun biz bugun bu suhbatni programmani o'rlashtirdim. Bevosita hakim savolga kiray. Birinchi savol: Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlari qanday paydo bo'ldi? Suriyada zodi qanchalik Uyg'ur qurolli tashkilotlari bor? Bu qurolli tashkilotlarning asosiy maqsadi nima? Bu savoldan boshlaylik. Shundaqla buni qaytib qo'ygan yana bir savol: Uyg'urlar Suriya, Iroq, Afg'onistonga yig'ilgan Uyg'ur qurolli kuchlarini Xitoyningki bu uyini, Xitoyningki adimi deydigandek har xil ko'z qarashlar o'ttirib chiqib to'rga ko'ryapmiz. Buning sizlar qanday qaraysizlar? Bu savolni eng avval Abdurimjon akamizdan boshlaylik. Xo'sh. Aleyküm assalam. Rahmat. Endi bu Suriyaga Uyg'ur qurolli kuchlarining Suriyaga kelishi bu yaqinda boshlangan bir hodisa emas. Yani chet elda şu Uyg'ur qurolli kuchlari qachondan boshlab paydo bo'lgan, qachondan boshlab chet elga chiqishga boshlagan degan bu nuqtadan boshlash kerak. Dastlabki 97-yil 5-oydan boshlab asosliq chet elga mujohidlar iqlimiy shaklda chet elga chiqish boshlagan. O'rta Osiyoda, Afg'oniston va Pokiston qatorliq rayonlarda bular toplashib, har xil iqlimlarga bo'linib ham birlashib degandek 2001-yili shu 11-sentabr hodisasidan keyin Amerika Afg'onistonga hujum qilganga qadar shu Afg'oniston bilan Kashmir rayonlarida bular o'zining mavjudligini saqlab davomlashgan. 11-sentabr hodisasidan keyin Amerika Afg'onistonga kirdi. Undan keyin u yoqlardan asta siqib chiqarilib bular Iroqda, Pokiston va boshqa rayonlarda faoliyat ko'rsatib, yo'shirin holatda, ba'zi ochiq oshkor holatda qisqa filmlar e'lon qilib turgan bo'lsa-mu, to 2011-yilga qadar bularniki shu Pokiston tarafida asosliq o'zini saqlab davomlashtirib kelgan. 2011-yili Suriya Arab bahori harakati bilan Suriyada bu qurolliq harakatga aylanish, ya'ni ichki qurolliq to'qinish boshlanib ketgandan keyin asta-asta shu 2012, 2013 va 2016gacha shu 4-5 yil jarayonida bu qurolliq qismlar burunqi 97-yili chet elga chiqqan dastlabki tarmoqlardan boshlab, keyin vatandan 2012-yildan boshlab vatanda yangidan chiqqan qancha o'nming'ilgan Uyg'urlarniki bu shakl qidilishi bilan Suriyada 10 yillik bir musofani besib o'tdi bularning mavjudligi 10 yildan eshib ketdi. Suriyada asosliq faoliyat turyapti. Bularniki kelib chiqish shakllanish jarayoni shu. Endi bularniki endi bu qurolli tashkilotlarniki asosiy maqsadi nima? Bu qurolli tashkilotlarniki har qaysi taraflarda bir qurolli kuch shakllantirdi. Bularning asosiy maqsad muddasi nima?
asosiy maqsad muddaosi boshdan boshlab bak aniq emas. Bular o'z ichida hammasi Uyg'ur mujohidlar, Uyg'ur qurolli kuchlari, Uyg'ur qurolli harakatlari deb atalgan bo'lsa-mu, nomi Sharqiy Turkiston Islom jamoati, Sharqiy Turkiston Islom partiyasi va oxiriga kelib Turkiston partiyasi, Turkiston Islom partiyasi. Cho'ng jamoat, kichik jamoat degandek har xil nomlar bilan atilib, tarmoqlarga bo'linib, mundaq mavjudlik davomlashib ketgan bo'lsa-mu, ammo bularningki bir qismlari biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun qurolli harakat qilamiz deydigan uchiq oshkora bundaq bayonotlar bor. Bir qismlari masalan 2016-yillar Iroq va Suriyaning bir qismida o'tirib chiqqan Sham islom xilofati degan bunga qaytilgan minglagan Uyg'urlar bor. Ya biz vatan millat degan bu tarafga ma'maymiz, bizningki vatanimiz Sharqiy Turkiston yoki bizning dushmanimiz Xitoy degandek bundaq emas. Biz dunyodagi kofirlarga qarshi islom davlati qurish uchun, islom xilofati qurish uchun jinimiz fido, biz shuning uchun jihad qilamiz deb ochiq oshkora bundaq bayonot e'lon qilib, shu Sham islom xilofati davlati yo'qolganga qadar bu davomlashib ketgan bir qismi Uyg'urlarniki. Endi Suriyadagi Uyg'urlar degan chaqda bular mushta bir qancha turga bo'linadi. Hozir ham Sham islom xilofati davlatiga aktiv qatnashganlarning o'zi Suriyaning qandaq yerda bor o'ynoq emas. Biz bildig'imiz asosli Kurtlar rayonida asirga tushib qolganlarini bilamiz. Ammo ularning hozirmi yana boshqa bir yerda o'zining qurolli harakati bilan aktiv turayotgani bormi yo'qmi? O'rnida mening ma'lumotim yo'q bo'libmi? Ammo hammamiz Uyg'urlar hozir bilayotganimiz Turkiston Islom partiyasi eng oxirida shu Sham ozodlik harakatiniki g'alabasi bilan to'liq o'tirg'i chiqdi bo'lar. O'ziniki Suriyada ekanligi ham qurolliq tashkillik holda o'zini oshkora o'tirg'i chiqadi. Avval shu. Bularningki maqsad nima degan chaqda maqsadi Uyg'ur qurolli harakati esa birli tashkilotning ichida, ya'ni Turkiston Islom partiyasining ichidagilar guruh emas, buning ichida yuqorida degandek bir qancha iqimga bo'lingan, ba'zi iqimlari hozir asosliq nomi o'chgan holatda, asosli hozir mavjud bo'lib turayotgani biz shu ustida munozara qilayotganimiz, hozirgi tor dunyosida 5 munozara qo'zg'alayotganlar ham shu Turkiston Islom partiyasi ham shu iqim. Bular endi Sharqiy Turkistonni biz ozod qilamiz. Xitoydan vatanimizni uzilgisi ozod qilib, u yerda bir islomiy davlat quramiz degan bu bayonotni hozirgi vaziyatda ochiq e'lon qilyotdi. Ularning maqsadi shu hozir. Maqsadi shu. Endi hozir shu 11-oyning 12-kuni, ya'ni Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kuni munosabati bilan shu Turkiston Islom partiyasi bir video e'lon qildi. Bu videoni ko'rgan har bir Uyg'ur acayip bir hayajana çömdü, lekin nurgun okşamagan suallar payda oldu. Bazılar bunun küçük karşı bayanatlarını ilan kılanlar oldu. Hatta bunlar Xitaylarning uyunu, Xitayning adamları o bu bizim Uygur davasına qattiq salbiy ta'sir ko'rsatdi degandek har xil fikrlar oldu. Mushtan siz qanday qaraysiz? Oraki endi bundaq qarashlarning o'zi tubdan xato deyishkim bo'lmaydi. Bu iqimlarninki kelib chiqish boshlanishidan tortib tam shu yaqinqi mezgillargachilik bularning mavjudligida nurg'un shubha ahvollar bulug'liq. Ondan keyin shu Turkiston Islom partiyasiniki hozirgi shu mavjud o'tirib chiqqan shu partiyaning o'ziga kelgandimi, masalan 2008-yildan boshlab 2016-yilgacha vatanimizning har qanday yerda bir Xitoyga qarshi bir harakat yuz bersa yoki Xitoy ichida bir harakat yuz bersa, bular yuziga niqob kiyib o'tirib chiqib bayonot e'lon qiladi. Bu Turkiston Islom partiyasiniki mujohidlari Xitoyga qarshi bu harakatni elib bordi deb shunday bayonot e'lon qiladi. Xitoy bundan nayt jiq foydalandi. Vatanimizda umumyuzlik lager qurib millionlab Uyg'urlarni qamashning o'zidimi, xalqaro diplomatiya sahnasida Xitoyning yengib chiqishidimi, mushlarning bergan bayonoti va vatanning ichida Xitoyga qarshi elib berilgan qisman harakatlar Xitoyga naq isbot paket bo'lib, biz shunday bir vahshiy xalqning tinch amalligini buzadigan davlatninki tuproq butunligi tahdid qiladigan bunday kuchlarning o'zini biz tarbiyalab, jazolab, o'zgartib, tinchlik bir vaziyat yaratamiz. Shuning uchun biz bu ommaviy tarbiyalash markazini ochdik. Buni 2018-yili
2018 11 ayın 5 günü BDT'da sizin şu vaqtda namoyish qilib Janvaga borgan ko'p chetini qurib. BDT'da Xitoylar bu ishni paket qilib ko'rsatdi. Uyg'urni qo'llagan davlatlar asosiy yengildi o'chaqda xalqaro diplomatiyada Uyg'urni qo'llaganlar yengildi. Xitoy ustunlikni egalladi. Mush ishlarga vatan ishchi va sirtidagi mushu mujohid shakillik qarindoshlarimizniki qilgan harakatlari yoki bergan bayonotlari nihoyatda puxta asos yaratib bergan Xitoyga. Bu tarafini ko'z tutgan chog'da kishilarniki bular gumonliq odamlar, bular Uyg'urga ziyonkashlik qilgan bir ishga dasmiy qilinadigan ko'zirib mushta xato ishni Uyg'urlarga qalpoq yedirishga Xitoyga bir bana isbot tayyorlab qo'yilgan mush yo'lga dasmiy selinadigan kishilar deb qarab keliglik. Men bu şuna bir qismi. Ben bularni to'liq butunlay hammasidan bunda xato odamlar deb unda qaramayman. Ammo bularning qilgan tahdidlari, e'lon qilgan bayonotlari darvaqa 2008dan 2016gacha bu haqiqatan Uyg'urlar uchun foydasiz bir sharoitni tashkillagan. 2016 yil 2017 yil boshlab Xitoy umumyuzlik lagerga solib ommaviy bostirgandan keyin haqiqatan bir yardım harakat bo'lmadi. Mayli vatanning ichida bo'lsin, mayli Xitoy ichida bo'lsin, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik jazolariga qarshi biror qatim portlash bir harakat bo'lmadi. Buning o'zimi yana Xitoyniki ommaviy lagerga solib icra qilgan bu tadbirining unumli bo'lganligini dunyoga isbotlab berdi. Agar bu yerda Xitoy bu fursat bersa, ya'ni kamchilik qo'yib bersa, bular islom xilofati quramiz, har turli ishlarni qilamiz deb bu yerda mushtaq portlash olib boradigan mushundaq haqga Xitoy haqiqatan tadbirlik jazo qo'llanib, chora qo'llanib, bu yerda tishni amalga oshirdi deb buningga naqamdi bir fakt bo'ldi, isbot bo'ldi. Dunyoni qoyil qiladigan bir isbotlar o'tirg'i chiqdi shuning bilan. Agar 2016-2017 yildan keyin Xitoy ommaviy lager qurgan chaqda o'sha yerda yeni portlash bo'lgan bo'lsa, Turkiston Islom partiyasiniki bu azimatlar shu vaqtda bayonotlangan bo'lsa, ay Xitoy bizning ota-onalarimizni, urug' tuqqanlarimizni lagerni qo'yib ber, bo'lmasa sana xotirjamlik bermaymiz deb bir kuchli bir inkos e'lon qilgan bo'lsa, Xitoyga qarshi kuchli bir tadbir, bir harakat qo'llanib olgan bo'lsa va nadli bo'lsin mayli. O çağının özüde darvaqa bular yani İslami bir şekilde bo'lsa Sharqiy Turkistonni ozod qilib Xitoydan qutqizadigan bir yo'lni pedagoglarga deb bunda qaraydik. Ham shunda qarashqa ular salohiyat chigan bo'ladi. Ammo unda bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin bularning ustidan shubha nihoyatda ig'ir darajada davomlashib kelyapti. Men shu bu qilganlarning biri. Rahmat. Rahmat. Nurmuhammad aka, sizniki bu vaqtdagi ko'z qarashlaringiz qanday? Buni Abdurimjon yaxshi so'zladi. Men ham ozroq farq bor. Endi savolingizning birinchisi bu Suriyaga Sharq Turkiston ozodlik qurolli qismi qanday yig'ilib qoldi degan onun tarixini men qisqa so'zlay, ishtik so'zlab tutdim. Ya'ni vatan 1949 yil bizning vatanimiz mustamlik tushgan ekan. Bir turkum da'vogarlarimiz ziyolari chet elga chiqib da'vo qildi. Buni Turkiyada, O'rta Rossiyada deymiz. Ular mayli qanday shaklda qildi da'vo qildi. Ikkinchi turdan vatanda necha turli qurolli inqiloblar bo'ldi. 60-yillari, 70-yillari hammasi mag'lub bo'ldi. Oxirgi inqilob 1990-yili Barin inqilobi bilan qurolli inqilob qildi. Inqilob qilib, o qurolli inqilobni bu yerda g'alaba qilamadi, chunki o'ng'aylab pashab qoldi, butun qarorgohi, ya'ni qo'mondonlik ishlarimiz bo'ldi. Shundan keyin bu bizning vatandagi qurolli inqilob qilishni istaydigan qurolli kuchlar chet elga chiqib baza qurib, chet el orqali kuchinib chet eldan kirish degan bir taktik bilan chet elga chiqish boshladi. Ya'ni 90-yil Barin inqilobidan keyin chet elga chiqib chet elda harbiy baza qurishga tirishdi. Ya'ni 1993-yillardan boshlab Afg'oniston 92 bo'lib Afg'onistonda Uyg'ur qurolli kuchlari chunki nima uchun Afg'onistonga yig'ilib qoldi deganda Afg'oniston muqimsiz, qalayimqa ya bo'g'ashqa pasportsiz, vizasiz odamlar kira oladi. Ya'ni diniy e'tiqod, mujohid, fidoyi bo'lish havasi bilan Afg'onistonga dunyoning hamma yeridan kira oladi. Shu fursatdan foydalanib bizning Uyg'urlarning pasporti va pasport yo'q vatandan qanday shakl chiqqan bo'lsa,
Afg'onistonga yig'iladigan bir fursat bo'ldi. Shu yerda yig'ilib qurolliq tashkilot qurdi. Ya'ni Sharq Turkiston Islom harakati degan tashkilotni Hasan Mahsum qurdi. Bu yerda bir turkum faoliyat qildi, lekin faoliyatni bizning vatanga akramadi. Chunki u yashayotgan Afg'oniston hukumati uni ruxsat qilmadi. Qilmaganki ular vatanga bir faoliyat qilamdi. Uni to'g'ri tushunish kerak. Ammo Hasan Mahsumning Erkin Osiyo radiosi o'lab ketishdan bir oy burun Erkin Osiyo radiosi bergan bayonotida bizning g'oyamiz G'arbga yamrisga qarshi emas, dushmanga Xitoyga qarshi biz chet elda kuchlanib, tashkillanib Xitoyga qarshi kurash g'oyasidan bir yig'ilgan. Bizning hech qanday bir chet eldagi jihodchilar yoki islomiy harakatchilarga aloqamiz yo'q deb aniq bayonot berdi. Yani bu bir yaxshi bir diplomatik bayonot. Shundan afsus rahmatli bu yerda Pokiston bo'lmasdan juda ketib qoldi. Anadagi Afg'oniston Amerikaning ishg'oliyati bilan Pokistondagi bu Taliban bo'lsa yoki boshqa bizning Uyg'urlarmi u yerda taqab ketdi. 22sini Guantanamoga solab qo'ydi, keyin ular qo'yatdi. Anadagi Suriyada qalamqoshlik boshladi. Ya'ni 2011-yilda boshlab Suriyada bir yana qalamqosh bo'ldi. U yerda yana qandoqdir qora bayroq islomiy harakat nomida dunyoning har qaysi joylaridan yana ikkinchi qatim jihodchilar yig'ildigan bir fursat yana paydo bo'ldi. Bundan foydalangandan keyin bizning chechilib turgan chet eldagi mujohidlarimiz bardig'aya istab yana bir bo'shliq deb Iroqqa va Suriyaga mangdi. Endi vatandan 2012-13 boshlab bir turkumlar yana chet elga chiqish boshladi. Ama chet elga chiqqanlar manda Uyg'urlar manda chet elga chiqqan bu bir turkum Uyg'urlar bizning vatandagi diniy e'tiqod eng kuchlik, eng taqvodor kishilarimizda. Bular chiqqanlar Turkiyada va hozir Suriyada bular bizning taqvodor eng taqvodorlar. Chunki bular Xitoyning o'z vaqtida hech qanday qonunlarini ijro qilmadi. Buning bo'ysundi. Masalan, Xitoy bizga pilolik to'g'ritab shaharga 2, yeziga 3 ta bola buyurib bersa, biz o pilolik to'g'rini ochirib shaharda bir yezida ara 2 topgan bo'lsa, bu la Xitoyning hech qanday qilmay 3 dan 4 dan 5 dan hatto 2-3 dan xotni elib 10 dan bal topib qoldirgan. Tipi bular bolalari qonunsiz qoldi, qarnopos. Chet elga chiqay desa, ularning pasport ololmaydi. Ularning chet elga chiqishisi va ijro qilgisi bor. Bo'lmadi. Oxiri bular birinchi turkum mang'allari buni boshqa xiyoldan o'ldirsak bo'lmaydi. Endi birinchi turkum mang'allari o'zining pulining kuchi bilan Tayland, Birmilan, Malayziyaga chiqdi. Bu ikkinchi turkum mang'allarda bo'lganda endi bu dunyo Xitoy bexatarlik o'rinlari sajdi bildi. Endi bilmaydi deyishmi xato. Ya'ni bir turkum her turkum o'zlarini qopib o'ylab rang-darang kiyimga 5-10 dan bolni yetaklab Qashqa, Xotan, Oqsudan minib kun mingicha berib u yerdan Taylandga Birmaga o'tgan bir turkum rang-darang Uyg'ur to'pini Xitoy bexatarlik o'rinlari ya'ni anchadan bilmaydi emas, biladi. Bilib bularga yo'l qo'ydi. Nima uchun yo'l qo'ydi deganda, mencha Xitoyning o'sh niyati bor. O'sh g'oyasi uchun bu Uyg'urlarning chiqib ketib bir turkum o'sha Suriyaga, Iroqqa ketilishini istadi. Birinchi, bu Uyg'urlar vatanda bo'layotgan butun jidal mojaroning manbasi shu Uyg'urlar. Vatanda qarshilik qilayotgan saqchi punktlarga besib kirayotgan, uyayban urib chiqayotgan Xitoy saqchini o'ldirayotganlar, mushular, ya'ni Baykan voqeasi, Seriq Buy voqeasi, Turpan Lukchun voqeasi deganlar qo'zg'algan mush tipdagi diniy e'tiqodi kuchli, jihod ro'yi kuchli Uyg'urlar. Bo'g'ashqa bu Xitoy bu bir turkum guruhdagi Uyg'urlardan chiqarib o'tib qutulishdi qoldi. Ikkinchi turkumda bu Uyg'urlarning barayerining Suriya va Iroq ekanligini bildi. U yerda Daesh, ya'ni ISIS degan narsa bor. Ular ketildi. Shuning bilan xalqaroga Uyg'urlar bir terrorist guruhiga kirdi. Men Uyg'urlarni bostirayotgan men aqlimda xalqaroda men qilayotgan haqli ko'rsataman degan niyat bilan uni qildi. Uchinchisi o'zining ko'nglida planlayotgan 2013-2011 yil Xitoy bu keng ko'lamli qirg'in qilish, lager solashni ular ideyasi bor, plani bor. Shu planni ijro qilganda uningga qonuniy paket, ya'ni dunyoga ko'rsatilganda men menda bu o'tqashqa qildim deganga bir paket izlashchi bu 3 xil sabab bilan bu bir turkum Uyg'urlarning bizning vatandan qochoq yo'ldan chiqib ketishiga balkim 5 ming, balkim 10 ming deydi, men bilmayman qancha, lekin 1 mingdan kam emas. Ayda Uyg'urlar chiqib ketib, bizga Xitoy ruxsat qildi. Ya'ni Xitoy yuqorqi 3 maqsadga yetishdi. Endi Xitoy buning maqsadiga yetdimi deganda, mencha yetab birinchi qismiga yetdi, ya'ni Ashturkiya isyankordan qutuldi. Ikkinchi, uchinchi turdikilarga qisman o'zi yetdi deganda, lekin yana yetmadi. Chunki xalqaro Xitoyning bu deganlari ishonmadi. Chunki u yerda zulmning borligi, u
ve de Uygurlarning chiqib ketishga majbur bo'lganligini Xitoyni qo'llaydigan 3-dunyo ellari uni ma'qul degan bilan G'arb demokratik ellari Xitoyning bu talabini qabul qildi va Uygurlarni yana o'xshashda 2003da Sharq dunyo xalqaro terrorizm tashkilotini qabul qilmadi, kirgizmadi, ya'ni Xitoyga ergashib Uygurlarni tanqidlab berdi. Ya'ni bu yerda Xitoy bu oxirgi 2-chi, 3-chi g'oyasiga yetolmadi. Ammo bizning Uygurlarni qirdi. Endi Uygurlarni oxirgi bir savolimiz bor. Uygurlarni Xitoy bu o'yindan chiqadi degan. Xitoyning o'yini yo'q. Xitoy hech bir qachonda o'ziga yo'q, tuturma gapingizni bilaman. Buni men degandim, tur dunyosi deb qo'lg'oldi-ku, o'sha davomli qilib ko'psa men anglagan bu savollarni bu birlikqa yuzaki abstraktni yoki bo'lmasa bir tarafli qarash. Har qanday odam jindan to'yganda bir yo'ldan chiqadi. Masalan, jindan to'yga chegara buzib chiqqanlar bor, turdan qochganlar bor. Inson o'zini saqlash uchun tirishchilik qildi. Bu Uyg'urlar tavakkul qilib, birinchi Allohga tavakkul qilib, mangdi. Yo'lini birinchisini Alloh ochganmiz, keyingisini Xitoy ko'z yumdi chiqib ketdi. Lekin Xitoy boy degandek yig'da hech bir qachonda Xitoy o'zi qarshi qurolli kuchni Afg'onistonda yoki Suriyada kashf qilib, uning qarshi urishman deb unda ishni qiladi. Chunki aralıq yo'q. Masalan, bu qo'mondonninki 2 bolasi ayoli Suriyada o'lib ketibdi. Agar mushlar Xitoyning taklifi bilan chiqqan bo'lsa, Xitoy yetishtirgan bo'lsa, 2 bolasi o'ldirib beramdi. Xitoy o'ldirmaydi, saqlab qolish kerak. Shundan qilib Uyg'urlar buning ishini balki Xitoyning odami yo'q emas, bor arzu tiqqanlari. Chiqayotgan necha ming ichiga Uyg'urlarni kuch kiritadigan ISIS tarafga, JAIS tarafga mangdiganga kuch kiritadigan bir turkum Xitoyning odamlarining arzu qo'shidi. Bor, yo'q emas. Ular qo'shib bir qism Uyg'urlar Iroq bo'lganki bir qismda Iroqqa va Suriyaning sharqidagi Daesh ISIS qaytildi. Bir qismlari ya'ni to'g'ri niyat bilan men Sharq Turkiston uchun, xalqim uchun jihad qilib, u yerda tarbiyani vatanini ozod qilman deydiganlar Suriyaning g'arbiy qismidagi o'qituvchilar qismi qo'shilib, u yerda saqlanib, bugungi Uyg'ur qurolli qismini saqlab qoldi. Shuni men deyman, biz Uyg'urlar qurol ko'targandan qochimiz, qurol ko'tarmaganni gap qilmaymizda. Qurol ko'tarish o'ng'ay emas, qurolliq da'vo oson. Chunki qurolliq da'voda hayot ketish va o'lim bor. Shuni qo'rqmay, mushlar jinni pido qilib, xatarni ilib chiqqankan bu azimatlarimizni har qanday xalqaro qarilishimi biz aqlashimiz kerak. Chunki u bizning nimamiz. Masalan, Xitoy qarilsa, Xitoyning qarilishidan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki Xitoy qarilaydi. Biz to'g'ri gap qilsak ham qarilaydi, xato gap qilsak ham qarilaydi. Inson haqida 20 yil vaqirdiq, yana tillayotdi. İnsan söhbətli şeydə bizning Uyğur təşkilatları söhbətli şeydə federasiya bo'lsin, Xitoy demokratlar birlashib xipaqdi, yana tillaydi. Chunki Xitoydan bizga yaxshi gap yo'q. Yaxshi gap qilsam tillaydi, yomon gap chunki biz Uyğur Xitoyning dushmani, Xitoy bizning dushmanimiz. O yer bizning Xitoy besib olgan, biz uni olamiz deb tirishyapmiz. Shuning Xitoy buni biladi, bilgachga bizning har qanday shaklda qilgan harakatimizni Xitoy tillaydi. Shunga Xitoyning tilishidan, Xitoyning qarilishidan parvoyizm palak deyishmaydi. Ammo g'arb dunyosi qanday qildi deganda G'arb dunyosi bizni qo'llayotdi. Yüz qo'lladi. Hech bir qachonda Xitoyning deganlari to'g'ri degani yo'q. Ammo bizdagi bir kamchilik, g'arb faoliyat qilayotgan tashkilotimizning kamchiligi, bu qurolli qismlar bilan ishga aloqa qilib, ular bilan birlik sapti menib, ya'ni o'ng qanot, so'ng qanot, qurolli qanot, siyosiy qanot deb ikki turli menib, bularni g'arb dunyosida qo'llishiga yoki ostirtdan har turli yordamga erishtirishga tirishmadi. Tirishdi bo'lamdi, tirishki bo'ldi. Xalqaro qo'llamdi, qo'llaydi. Qo'lmaydi emas, chunki dunyoda bunda qurolli tashkilotlar har bir davlatda, har bir millat bo'lgan, uni g'arb davlatlari qo'llagan, yo'ligan. Hammasi yo'lishi o'zlarining maqsad uchun yo'llaydi. Ya'ni Uyg'urni qutuldiruvchi emas, o'zlarining Xitoyga qarshi bir harakat uchun, ko'zlik qilish uchun bu qurolli harakatni qo'llaydi, saqlab qoladi. Shuning bizning Uyg'ur tashkilotlari mushkam begicha bu Uyg'ur tashkilotlaridan ishki bir aloqa qilib, ularni g'arb dunyosi bilan bir ishga ostida aloqa qilib kuchlandimdi, ular iqtisodiy yordam berganini men buni anglamadim. Ularni aqlashtirishmadi. Hatto bizning tashkilotimiz u qurol tutganlarni o'zimiz terrorist deb yoqtirimiz bor. Bu xato. Chunki Uyg'ur da'vosi yolg'iz inson haqlari da'vosi emas, yolg'iz zimin da'vosi. Biz da'vo qilayotgandan keyin hamma tashkilotlar tang ilib bo'lmasak, quruq namoyish, quruq inson haqlaridan bizning masalamiz olinmaydi. Quruq qurolli kurash bilanmi biz Xitoyni urushda yengolmaymiz, azod qilamiz. Shuninga birlashish kerak. Shuni astirtib bu ikkisi bu ishni qilamadi hozirgacha. Menimcha hozircha men mushrik deb turay, endi chiqqan so'zlayman. Rahmat. Abdurahim aka, sizniki qatag'an nimangiz bor? Bo'lmasa ikkinchi savolga o'taman. Meniki Nurmat Musabayniki fikriga qatta oxirgi so'zga ozroq qo'shib qo'ying bor.
Ilki vatandan chiqqanlarning o'ziga vatan ichi va sirtida hijratga tashqatgan tabliğ ishlarni Nurmat Musa bayonotdagi anglamagan o'xshaydi, anglasimi unutib ketgan bo'lishi mumkin. Vatan sirtidimi shu vaqtda Xitoyga keng yo'l ochib berdi. 2011-yildan boshlab vatanning sirtidagi har turli tabliğ qildiganlarning o'ziga Xitoy shunday keng yo'l qo'ydi. WeChat paydo qilib berdi Xitoy, WeChat orqali vatandaşlarga tabliğ qildi. Keyin WhatsApp boshqa bir programmalar bor. Masalan, Gollandiyalik Hüseyin Qarimning o'ziga kelsak, Hüseyin Qarimni hijratga nihoyat keng tashabbus qilgan kishining biri. Hayotni o'qib, bedisini o'qib o'ltirib, hijrat qilinglar, islom diyoriga hijrat qilinglar deb chaqirgan. 2012, 2013, 2014'lerde nihoyat keng ko'lamli chaqirgan, kunda millionlab odam ko'rilgan o'zining programmasini o'z og'iz bilan bizga deb berdi. 2014-yil biz Gollandiyaga berib ko'rishgan chaqimizda Hüseyin Qarim o'zi deb bergan. Xitoy keyin chekilyapti. Allohda 3 yilg'ichlik men vatanga mushta tashviqot qilgan deb o kishi o'z og'iz bilan deb bergilik. Vatan ichidami jutda ahli o'lima ilqi tabliğchilar qiyofatiga kirgan Xitoy istixborotning bo'linlarimi uni keng ko'lamli tashabbus qilib, hijrat qilishga da'vat qilib, kishilarni qo'zg'ab, din bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hatto ichkirda Xitoy oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchi bolalardan tortib, o'qishni tashlab chiqib ketgan nurg'un ishlar bor. Bu faqat Xitoyga qarshi harakat qilib, u yoq bu yoqda o'zining diniy e'tiqodini qo'g'dash uchun bundoq chiqib ketgan kishilar emas. Agar Suriyaga 10 ming odam chiqib ketdi desak, 10 mingniki eng o'ttir hisoblayotganda 9 mingi bu diniy e'tiqodla aloqasi yo'q, qizg'inlik bilan chiqib ketganlar ko'pincha yoshlar bo'libmi. Oliy maktab o'qiyotganlar, ichkirda mayli Urumchida vatanda qanday bo'lsin, oliy maktab o'qiyotgan, dini bilan e'tiqodga aloqasi bo'lmaganlarmi shundoq bir qizg'inlik tashabbus bilan chiqib ketgan ishlar bo'ldi. Bu bir qo'shimcha qilib qo'ydik uni. Andaki yana birisi ma'lum bizning tashkilotlarimiz bu Suriyadagi aloqa qilmaydi deb kesib aytib qoldi. Aloqa qilmagan bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ochiq oshkora aloqa qilmagandi, surgunlik hukumatga aloqa qilmagandi. Ammo Istanbulda Turkiya xarakterlik tashkilotlar aloqa qilg'iliq. Aloqa qilib 2012-yildan 2016-yilgacha hatta o yoqlarga ketib qolmanglar deb tashabbus qilganlarning o'zi murtad deb e'lon qilib turib, bular murtad, bularni gapiga kirsak bizni din yo'ldan cheklaydi deb oshundoq ketganlar yomon ko'p. O Suriyadagi o mavjud qurolli kuchlar bilan Abduqodir Yapchan efendimniki aloqasi bo'lgan. Aloqasi bo'lgandimi kichik jamoatda 300 atrofidagi o'zining gapi o'tilgan shundoq yoshlarning o'zini aşağıda tashkillab, shularga rahbarlik qilib, vatanning ozodligi uchun tayyorlik qilinglar sizlar deb ashlar rahbarlik qila olgan. Ammo undan boshqa Turkiston Islom partiyasi, cho'ng jamoat deb atalgan, keyin Daesh deb aytilgan bular bilan Abduqodir Yapchan efendimni aloqa quranmagan, ham aloqa qo'shdimi rad qilingan. Bu o'yliqi bir ulgujlan hech qanday bir tashkilot aloqa bog'lamadik emas. Aloqa bog'liqlik, ama ular bilan dialog o'rnatish mumkin bo'lmaganlik. Ular izchil rad qilib, nihoyat qattiq rad qilib kelgan. Endi hozir Suriyaniki umumiy siyosati o'zgarib, davlat hokimiyatining xarakteri o'zgarib, isyonchi guruhlarning qo'liga tushib, hukumat bu yana bir vaziyat o'tirib chiqdi. Hozir Suriyada ajoyib insonlar tasavvur qilolmaydigan, odamning aqlidan o'tmaydigan bir vaziyatlar hozir o'tirib chiqdi. Buniki hozirgi bir ko'rinishiga qarablan biz bularning boshlanishini tortib, o'ttir jarayoni va oxirigacha biraqlan yakun chiqaramaymiz. Hozirgi shu o'ttir shakllanayotgan hozirgi vaziyatning o'zidan balkim Abdurahimjonning savoli bordi, unga keyin kelamiz. Gap shaqni takrorlab gapirsin. Mishni qo'shib qo'ymoqchi. Hozir endi bir o'tdi. Birinchi Abdurahimjon degandek avvalgi mandağılık təbliğlər oldu, icra qıldı. Mən ona qısqal dəvət, yəni Xitay közcüngdə yol verdi degenim aşu. Yəni Xitay işte çıxınlar deyib yol verdi. Hətta özünün casuslarını arzulatıb bunu çıxardı dedim. Bax, o Xitay yol çıxarsa, Xitay maqul deməsə, bu onun Uyğur Taylar çıxamaydı, hətta 100 Uyğur çıxamaydı. Bu Xitay yol verdi. Məqsədi bayməndə yuxarı degan 3 məqsəddir. İkinci adımızı qoşub qoyduğum
tashkilotlar qo'shimcha dedim, o Turkiyadagi tashkilot aloqasi bor. Chunki u Uyg'urni etkaganlarmi Turkiya hukumati o'zi Malayziya pasport berib etkagan bo'lsa, u Uyg'urlarning aloqasi bor. Meni deganim g'arb davlatlarida bizning imtiyoz va tashkilot rahbarlarimiz bor. Bu davlatlar bilan nima ularni g'arb xuddi bugungi Suriyada kurdlarni g'arb o'z qantiq olgandek, bizning Suriyadagi Uyg'urlarni bizning g'arb qantiq olgan bo'lsa, bu qurolli qism bizga kelajakda foydasi tegadi demoqchiman. To'g'ri. Yani müşerideki rahmet erişkilerine hem de okşamagan noktalardan fikir bayan kılınca rahmet. Müştah boz yaxşı münazır tekmi yaxşı kızıydı. Bir adamın kildiğine emez okşamagan noktalardan fikir bayan kılınca yaxşı. Aki Abdülcak siz dediniz hazır nemedeki o yerdeki çoğu cemaat hem küçük cemaat. Ben anlap kalma o ya bu yerlerde hem çoğu cemaat küçük cemaat hep. Bular nemge asasen çoğu cemaat küçük cemaat hep ayrılgan. Çoğu cemaat ile küçük cemaat hakkında bildiğinleriniz var bir ortaklaşkan bolsanız rahmet. Bular özünün sani hatta çoğ cemaat, kichik cemaat deb ayrılgan. Kichik cemaat degan sani az, kichik cemaatga Abduqodir Yapchan apandi rahbarlik qilgan, çoğ cemaatniki bir qismi Daeshga bo'linib ketgan, bir qismi Turkiston Islom partiyasiga bo'linib ketgan. Mushu vaziyatda çoğ cemaat degan chaqda çoğ cemaatning o'zini ikki tarmoqqa bo'lib, bir qismi Daeshchi Uyg'urlar, bir qismi Turkiston Islom partiyasiniki lashkarlari deb tushunishga bo'ldi. Kichik cemaat faqat Abduqodir Yapchanning o'ziniki idorasi ostidagi shu Sharq Turkistonniki ozodligi uchun kurash qilamiz deydigan iqimlar. İşte bakın hem sanının az köpteki şundakla bunun ideyasına okşamasına bilen rahmet. Doğru. Hem de ikinci sual koyayım. İkinci sual hem de şu bulam 11. ayının 12. günü Suriye'deki Türkistan İslam Partisi'ndeki Şarkısından Cumhuriyet münasibetten ilan kılgan şu kurallık videosunu köygenden ayağı ben hayacanlandım hem de. Şununda bir xil hayacanlandık. Hemimiz hayacanlandı o da. Okşamagan her kalı her xiyalda nurgun suallar payda oldu iken. Ben bunu Twitter'a çıkardım. Çıkarsam bunu qo'llaganlar bo'ldi, qarshi turganlar bo'ldi. Uzun qolmay bu Angliyaniki Telegramma nemisida maxsus bu to'g'risida xabar ishlandi. Uningdan keyin Shvetsiya ishladi, uning keyindan Germaniya ishladi degani g'arb davlatlari axborot vositalari bilan tunishtirdi. Bu tunishtirgan bu nimalarda nima deyilgan? Buni sizlar diqqat qildinglar. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savol mana bir deylik avval degani. Mush Angliyaniki Telegram nimalarda mush Turkiston Islom partiyasining shu videosi haqida qandaq bir gap so'zlar bor. Bu g'arb axborotida navbatdagi Suriya hokimiyatining o'zgarishi bilan o'tirg'i chiqqan Turkiston Islom partiyasining bir qatimliq ko'rinishini, uningdan burunqi ko'rinishlarni, videolik ko'rinishlarni asos qilib turib ishlagan bu g'arb axboroti, mayli Angliya bo'lsin, Germaniya, Shvetsiya bu davlatlarda ishlagan axborotda alohida davlatlik axborot emas, ma'lum jurnalistlar televiziya kanalining ma'lum programmalariga buni dokument xarakterli kirgizib e'lon qilganlik. Bularniki hammasining bergan bahoy intayin ijobiy. Bular qandaq kelib chiqqan, masalan kelib chiqish jarayoni qandaq bo'lgan, qandaq qilib bu Suriyaga yig'ilib qolgan, bular nima ish qilmoqchi degan shu 3 nuqtada nihoyatda yaxshi Uyg'urlarning tarafida turib, Xitoyga qarshi bir maydonda turib ishlagan programmalar. Bu pek ijobiy. Agar mushu bir qancha axborotniki ishlagan programmasiga o'xshash shuni ro'yi bo'yicha tashabbus qilgan ro'yi bo'yicha bu harakat davomlasha olsa, bundan keyin haqiqatan yaxshi bir boshlanish bo'ldi. G'arbga ochilgan bir ko'znak deyishki bo'ldi. Hem buna yanında Germaniyanın solcu axbaratlari var, o'ngchi axbaratlari var, Türkiye'nin solcu axbaratlari bunu Amerika'nın oynagan oyunu. Amerika şu 2001 yıldan başlap Afganistan'a yürüyüş qilgandan başlap hozirgacha Sharq Turkistonlik terrorchilarni Ataydan başındaq yasab chiqib mavjudligini kapolatga ega qilib hozirgacha davomlashtirib kelyapti. Aslida o Uyghur rayonunda g'arb axborotli davron qilayotganga o'xshash unda bir zulm, qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik, ommaviy lager degan undaq bir narsa mavjud emas, faqat jinoyatchilarni jazolayotgan, jinoyat qilish ehtimoli yuqori bo'lgan kuchlarning o'zini tarbiyalab o'zgartirayotgan bir ahvol bor. Lekin bu g'arbningki Xitoyga qarshi qo'llangan taktikalari va Xitoyga qarshi o'ynayotgan ko'zor deb mundaq tarafdan chiqib axborot ishlayotgan o'rinlimi bor.
Ama aylıqı aldınqı qatardaki axbaratlarının özü nayt yaxşı Uyğurlarga bergen ijobiy bahası Xitaylarning şu vatanimizda yurgizayotgan cazalary 49-yıldan buyan yani işgalet asıl tutup Uyğurlarga yurgizip kelayotgan irqiy qirg'inchilik jazolari navbatdagi irqiy qirg'inchilik jazolarini hammasini qisman qisqacha paketlik o'tirib qo'yib bu qurolli kuchlar birinci Nurmat Masabay aytganga o'xshash öz vatanda o'zining e'tiqodini, o'zining erkinligini qo'g'dayanmagan, keçip chiqib o'zining e'tiqodini qo'g'dash uchun keçip chiqqanlar va undan keyin chet elga chiqib bir erkin muhitda tarbiyalanib, Xitoyga qarshi qurolliq safga qaytilib, vatanni ozod qilish, Xitoyni ozod qilib, bu yerda bir islomiy bir mustaqil bir davlat qurish orzusi bilan chiqqanlar bor deb bundaq baho berib ishlagan axborotlar bu nihoyatda ijobiy. Ama mushu bizniki qurolliq mujohidlarimizning bundan keyingi mavjudligi bunga qanchalik yani ijobiy inkas qaytara oladi, onunga bog'liq. Rahmat. Rahmat. Nurmat sizning qatag'ingiz bormi? Mening o jiq qatag'im yo'q. Abdurajat degandek bu g'arib bergan bu garchi bu YouTube taqatdi. Taqcho'ng official bir to'lgan bir kanallarda da bizim beğenmedi. Rost degandek bu Uyg'urning manfaatini, Uyg'urning chiqishini qildirib qilgan. G'arib matbuotlari, g'arib tashviqotlari aldırab pul setilib ketmaydi. Ularda bir insoniy qimmat qarash bor, ularning qimmat qarashi kishilik huquq insoniyat degan prinsip bo'lg'achqa shunday. Turkiyadagi yoki g'arib yoki O'rta Sharqdagi yoki bo'lmasa O'rta Osiyodagi bu axborot organlari hammasi pul setilib ketgan qo'ylar. Bunun davlatları Xitoyga setilib ketgan, uning axborot ishlayotgan Xitoy pul bersa, Xitoyning puliga bizni qarlab, Xitoyning qilgan to'g'rida ishlab turgan axborotlar nurg'un. Hozir Baratda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yo'llagan dokumentlardimi, 3 dunyo ellarining qo'l qo'yib yo'llashi bilan ashlarni pulini vatanga olib borib, yolg'onni ko'rsatib, rostlab yo'llashlar bo'lyapti. Bu yerda g'arib bilan taraqqiy qilayotgan 3 dunyo ellar o'tirida Uyg'ur masalasi qo'llash qolmasida bo'linish bor. G'ariblar haqiqiy paktosh Uyg'urlarning huquqiy dafsanda bo'ladi, kishilik huquq va dafsanda bo'ladi, irqiy qilish bo'ladi deydi. Qolgan mag'ullar bizning musulmon degan davlatlarimiz bo'lsin, hatto qo'shnilarimiz, O'rta Sharq, Osiyodagi bu laqvalar hammasi Xitoyga iqtisodiyotdan bog'lanib qolgan boshqa bular Xitoyning deb yozadi. Buni endi yengishcha buni biz kuchli qo'yishimiz kerak. G'aribga chiqroq deyishimiz kerak. Ham shu davlatlarga, ya'ni islom dunyosiga ko'proq tashviq qila olsak, hukumatlarni qoyil qilamiz-mi, jamoatini azroq qoyil qila olamizda. Ya'ni u yerda bo'layotgan yolg'iz inson haqlari emas, u yerda islomiy ideologiya, islomiy axloq, islom e'tiqodini ig'ib dafsanda bo'layotgan birlik qo'shib, mechitlarimizning cho'shqotini, tansxona, aroqxona, taqilib ketgan mechitlar, cheqilayotgan mechitlar, ko'ydirayotgan qurollarni qo'shib, bizni tashviqotni keng kuchlantirsak, balki islom dunyosidan va uchinchi dunyo ellaridan bizga qo'llaydigan, bizga esas qiladigan insonlar jiq chiqadi. Chunki ularning yaxshilari bor-da. Bu yaxshi hamda, buni hech qanday gap yo'q. Endi u yerdagi Uyg'urlarning u yerda mavjudlik kelajak qanchalik foiz bo'ldi degani bu da endi aldirma so'z deymizda. Endi Mishel mana bir nuqta borda, endi buni hammamizga ayon hozir tor dunyosida qurolli kuchlar haqida Uyg'urlarning ikki xil bilinish ig'irda endi. Ba'zilarda bu qurolli kuchniki bizga ziyoni yo'q. Shunda bir fursat kelib qolsa, Xitoy qarshi yana mushlarni ishida qarab turadi. U bu deb manda pozitiv qaraydiganlar bor. Yana bir qismlar bor, zar buni tilla inkor qilib, qarshilar kimda bayonotlarni e'lon qilib ketgani ko'ryapmiz biz narsalarnikini. Buningda bularning bizga butunlay ziyni va foydasi yo'q degandek, bu Xitoyning o'yini, Xitoyning tashviqoti. Mush nuqta qanday qaraysizlar? Men ağzını uçlu kapatım ben Davut'tay. Biz albatta biz Xitoy bilan qurolliq başın baş turishni yengolmaymiz. Bu aniq. Chunki Xitoy kuchli, biz unda aramizda ammo sap tuzib jang maydoni. Hozir bizning Uyg'urlarda bir gapga qurolliq tashkilot qurilib, Xitoy urush qildi desa, xuddi biz chegaradan aytib besib kirdigandek, taqdari yolda urush qildigandek o'tadi. U budak urush unda bo'lmaydi. Xitoy qarshi bizning ozodlik urushimiz o maydon urushi bo'lmaydi. Xuddi bugun Suriyada bo'lgandek bizni Xitoy qarshi urushimiz taktiklik urush, ojizlik urush, iqtisodiy manbasiga urush, yuqori texniklik qurollar bilan urush deydi. Hozir yuqori texnik, hozir qurol tutish yolg'iz Kalashnikov avtomat tutish emas. Qurol tutish degan gap elektronlik texnik bilish, ya'ni electronic warfare degan inglizcha. Anakin software, yumshoq detalni o'rganish,
ya'ni hozirgi cyber security Xitoyning kompyuter bilan yaxshi nima qilsa, Xitoyning elektr energiyasini uzish, davlat mudofaasini sistemasini, radarlarini kerak qo'llansa olib keltirish degandek parakendlik harakatlar bo'ldi, energiya manbasini uzib bo'ldi, minayotgan gaz payplarini uzib bo'ldi. Bu urushda bizga ba'zi bir yerda hurmat qozongi bo'ldi. G'arb davlatlarining Xitoyga qarshi ilib borgan tijoriy urushlarga biz yordam qilgan bo'lmizda. Endi qurolli kurashsiz bizning ishimiz bo'lmaydi, hal bo'lmaydi. Qurolli kurash yolg'iz quruq namoyish bilan yoki yolg'iz quruq qurol bilan biz hal qilamiz. Chunki dushmanimiz Xitoy bak kuchli, bu 1949-yilgi 44-yilgidek Xitoyni urib surib chiqartamaymiz qurol bilan. Chunki bizda unda harbiy kuch yo'q. Unda harbiy kuchni biz nimqigacha bergan. Ammo Xitoyni Sharq Turkistonda yashamaydigan, uyan bexatar emas, ko'chaga chiqolmaydigan qilib o'tishimiz kerak. Ya'ni Sharq Turkistondan ular energiya manbasi va transport manbasi yo'llari va nurg'un sog'an mablag'lar bularni ular xotirjam qilmas kerak. Ya'ni 1960, 70, 80-yillarda Xitoy uyaga kelib ko'chaga chiqolmaydigan bir holat bo'ldi. Xitoyni ashunda qilish kerak. Ya'ni fuqarolar ko'chada mangolmaydigan, bugungidek bizning qizlarimizga erkanaziz gaplar emas. Bizga qaranmaydigan holatga kirish uchun biz qurolli chekda har sohada, har yerda urib turish kerak. Shunga qurolli kuch kerak, bizga lozim. Bu hozir Suriyaga qurol tutgandek bizning azimatlarimizda necha ming bo'lsa, Xitoyga har sohadan, har yerdan urg'ul bo'ldi. Urib Xitoyni Sharq Turkistonda tinch yashamaydigan, uxlanmaydigan qilish kerak. Ajda qilgan vaqtida andikin bizgami azroq Xitoy yo'l yo'rgan bo'ldi, bizning gapimizni anglaydigan bo'ldi, bizning qo'limizdan mush tutsak. Yana bir gap, Xitoy yomon tumonchi qoqchi, mush tutagandan mushdan qo'rqidi, jim turganni urib o'ldirdi. Hozir biz Uyg'urlar jim bo'g'ashqa qirg'in qo'ydi. Agar bizda 44-yilda qurolli kuchvati gap qilinmagan, sudiysalar qilib tushtansiz kelgan 40-30 ming askarga tushtanlikka suhbatlashgan, urush bo'lmaganga. Keyin 80-yillar, 90-yillar qo'shnimiz Sovet ittifoqida vatan qaytarish tashkilot frontda deydigan Uyg'urlarning askari bor deydigan gap bor ekan. Askarlarning ehtiyot turadi. Hozir bularning hech qaysi yo'q bo'lgankin, vatandan qarshi qiladigan kuch qolmagankin, Xitoy bizni xohlagancha bo'za ketadi. Agar bizda mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bir qurolli kuch bo'lsa, Xitoyga ojiz yerdan ancha-muncha zarba bera oladigan bo'lsak, Xitoy bizga unchalar bo'zaqib ketmaydi. Ya'ni bugungi ba'zi biz Uyg'urlarimiz bor, chet elda qurol tutsa, Xitoy bizni terrorist deb andaq o'ldirdi, mandaq o'ldirdi. Bu quruq fatvo. Chunki bu gaplar 2000-yil yoki 1900-yillar desa, terrorizm tas bozor tepayotgan dunyoning hamma terrorizm. Bu vaqtda hozir biz irqi qirg'inga uchrab, so'ngak pichoq so'ngak ketib, jilikni sumirayotgan bir vaqtda bizga Xitoy nima demaydi, qurol ilishimiz kerak. Yana bir masala, bizning da'vorimiz hozirgacha nihoyat yumshoq shaklda ilib berildi. Ya'ni kishilik huquq da'vosi Xitoy bir kuni erkinlashdi, federatsiyaga o'tdi. Shu vaqtda bizga marhamat qilib berdi dedi. Yana birisi Amerikaning NED pul yurib orqali biz Uyg'urlarni Xitoyning ichki qismidagi bir respublika qilish yoki bir oliy avtonomiya qilish maqsadida bizning da'vorimiz 20 yil monopol qilyapti. Buni deyish kerak. 20 yil yo'g'i biz Uyg'urni qurolli kuchga egalligini biz o'zimiz mana shu tashkilotlar ishlagan, o'zimizning qurol tutgan tashkilotlarimizni biz ancha yaxshi ko'rmaydi. Chunki bizning programmamiz xalqaro qoida qonun bo'yicha Xitoy demokratiyaga o'tdi, Xitoy parchalandi yoki Xitoy federatsiya bo'ldi. Shuning ichida Uyg'urlarni haqqini oldi deydigan bir ideologiya bilan bizning tashkilotimiz shu strategiyalar 20 yil mangdi. Lekin Xitoy bo'sh turmaydi-da. Xitoy biz tashlanuvchi Xitoy qumson aytar, Xitoy kuta qasqon deb oxirida biz Xitoy qarshi qattiq kuchimiz bo'lmaganlikdan Xitoy oxirida bizni o'ldirib bugungi irqiy qirin holda keldi. Irqiy qilib millatimizdan 2-3 million o'lgandan keyin endi bizning tashkilotlarimiz mustaqillik qilishga, mustaqillik tashabbusga o'tdi. Ya'ni kechikdik, 20 yil kechikdik. Mush qurolli tashkilotlar bilan biz 20 yil burun aloqa qilib, ularning kuchlaridan G'arbning himoyasiga erishgan bo'lsak, inshaalloh bugungi biz bir irqiy qirg'in qolmaydi. Ya'ni u vaqt qurolli qismlar balki bizning chegara bo'ylariga o'rilisha oladi. Ya'ni bir G'arb davlati qo'llasa, bu biz g'alaba qilamiz. Men ko'rdik Suriyadagi Suriyadagi shuncha 13 yilga urushni bir Turkiyaning himoyasidan fursat g'animat kelgan 13 kunda hal qildi. Ya'ni biz qurol bilan ham siyosiy jihatdan, ham diplomatik jihatdan, ham qurolli jihatdan tayyor bo'lib tursak, bizga inshaalloh bir yerdan fursat kelib qolsa, biz bir Xitoyda o Suriyadagi surib qo'g'luyamizakmi, azroq haq-huquqimizni, hurmatimizni ola olamiz deb. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat, Abdunurga qadag'a yeringiz bilan qo'shimcha qiladigan bo'lmasa yana bir savol o'taman. Bu savolingiz ne bitti? Unutib qoldim. Bizniki savolimiz hozir mana chet ellarda, diasporada o'sha masalan Turkiston Islom partiyasining bodoq videosi ko'rgandan yog'i Uyg'urlar o'rtasida ikki xil bir fikr yaqin kelib chiqdi. Birisi ularni qo'llaydigan, faxrlaydigan, ularni g'urur tuyadigan, ular chuqur Xitoyga bir qarshi mumkin qilolmaydi degandek bunday pozitiv nuqtadan ko'rganlar bor. Yana bir qism tashkilotlar bularga shu bayonot e'lon qilib, ular Xitoyning nimasi, Uyg'urga hech qanday foydasi tegmaydi, bunikida Xitoyning Uyg'urlari deb qattiq qarshi bayonot e'lon qilganlar bor-da. Mushna qanday qo'ysiz deb nima? To'g'ri. Ma'lumki Udullam javob bergan gapga hozirgi yana men takror etsam, bu 27 yillik jarayonga ega bir qurolli qism. Uyg'urlarning Afg'onistonda bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, hozir Suriyadagi, Iroqdagi mavjudligi bo'lsin, boshlanishga 27 yil bo'lgan bir qism. 27 yilning yog'i hozircha tayyorlik bosqichida. Bir ish bo'lib qolsa, Xitoyga qarshi urush qildi, shu qarindoshlarimiz, mujohidlarimiz deb xalqimiz 27 yil yog'i shuni kutyapti. Ammo bu kuch O'rta Osiyoda tashkillanib, Afg'onistonga, Kashmirga ko'chib, oxirida Suriyaga ketib qoldi. 27 yilning yog'i bugun Suriyadan chiqqandan keyin bunga qarshi qaraydiganlar, ya'ni qarshi qaraganlar kim o degan chaqda, shu 98-yili, 97-yili O'rta Osiyoda ikkiga bo'linib ketgan eqim. Bir eqimi jihad qilamiz deb, yana bir eqimi vatanni ozod qilamiz deb ikkiga bo'linib boshlangan. Shu boshlangancha hozirgacha 27 yil yog'i bo'la bir yerga kelanmoqlik, fikrdan bir yerga kelanmoqlik, ishonch va ne bo'ldi bir yerga kelanmoqlik, bir-biriga ishonmaylik, ham chatga qiqib kelgilik. Bu Suriyaga hozir Suriyadan chiqdi bu qurolli kuchlar. Uning ilgirisdagi Afg'oniston bo'lsin, mayli Pokiston yoki Iroqdagi mavjudligi bo'lsin, bular vatan millat deydiganlarga nihoyatda kuchli qarshi bular. Tashkilot biz mavjud tashkilotlarimizdan buni ayblamasak bo'lmaydi. Allah qilish mumkin emas deb ular. Hatto 2013-yilda Yaponiyada chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultayiga qarshi shu qarpaypoqlik mujohidlar bayonotlar qilib nima dedi? Yaponiyada yig'inlarni portlatish kerak bu imonsiz murtatlarga qarshi deb o'shunda bayonotlar e'lon qilgan. Ular shunchalik darajada yana o'z safini ayirib qarshi vatan millat deydiganlarni murtad deb qarshi turayotgan, hatto shu 2016-12-yilda o'tib ketgan Abdullakim Maqsum Hojim butun shu chet eldagi diniy sohadagilar e'tirof qilgan bir kishi. Shu kishini o'zini murtad deb o mujohidlar ashta e'lon qildi. O nayti ig'it undaq ishlar. Endi buni o'tgan jarayonlari va bu besib o'tgan jarayonlarni biz kesib elib etiblan. Bugungi yana Suriyadan chiqqan bir xil hayajonliq bu ko'rinishga qarab buna barasak bo'lmaydi. Allah qilib bo'lmagan, ularni g'aribga tortib akilish kim bo'lmaydi. Hatto g'aribga emas, Turkiyaning o'zini kafir, Turkiya davlatida shu davlatga bo'ysunib, davlatning fuqarosi yashaganlik iymonni ajratib fatvo chiqarib turgan ular shu ashadagi mujohid qismning ichida. Endi bunday bir vaziyatda ular bilan bizning tashkilotlarimiz hamkorlashib, ularni g'arbga qabul qildirib, g'arbningki himoyasi orqali ular Xitoyga qarshi bir qurolli iqlimga akilish degan gap bu bizning orzuyimiz bo'lib qoldiki, ammo shuni qimmat o'qtab biz undan afsuslanmaymiz ham ayblamaymiz. Bu bir masala. Ikkinchi hamda bularni nima uchun bu Xitoyga foydali ish qiladi bularniki Uyg'urlarga hech qanday bir foydasi bo'lmaydi deb bundaq baho berishning o'zidimi darvaqa 27 yillik bir mavjudlikning o'zida Uyg'urga hech qanday bir foydasi bo'lmaydi. Xuddi Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilgan 20 yilning yog'i ondan burun qurultaylarniki mavjudligini tortib vatan millatning inson aqli kishilik huquqi bir qilchik foyda keltirib bermagan o'xshashlar bu qurolliq mujohid qismining mavjud bo'lishimi Uyg'urlarga hech qanday bir manfaatni keltirib berolmaydi. 27 yilning natijasi bo'lmaydi. Bo'lsin bo'ldi degan chaqda Xitoylarga bizni bostirishda asos qildiganga bularniki e'lon qilgan bayonotlari, mujohidlarning e'lon qilgan bayonotlari isbot bo'ldi va shuni xalqaro sanalda ko'rsatishga bano bo'ldi. Bo'g'ini shu bo'ldi. Ammo Xitoy bu Uyg'urlarning bir qurolli kuchi bor bir yerda Afg'onistonda ya Pokistonda yoki olmaydi Suriyada bu bak haybatlikka biz diqqat qilaylik degan bir narsa bo'lmoqdimi? Bo'lmaydi. Endi Nurmat Musabayniki e'tiqodlay to'g'ri. Xitoyni yoshlanmas holga keltiryapmiz. O yoshlanmas holga keltirib etish qachon bo'ladi degan chaqda hamon bir kuni bo'ladi.
O hamon bir kun qachon bo'ldi degan chog'da Xitoy Uyg'ur qurolli urush portlagan chog'da bo'ladi. Ammo hozir mayli Suriyada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, cho'ng bir harbiy Uyg'ur qurolli diviziyasi tashkillanib, u yerda osmonga nimalarni işte ara uçurgan raketani qo'yib turgan holatdimi Xitoyga hech qanday bir ta'sir qilmaydi. Bizning chet ellik mavjudligimiz. Buni endi ümid kutayotganlar masalan, mushu mujohid qismlardan ümid kutayotganlar kim degan chog'da birinchi bularning boshlanishi bilmaydigan, ikkinchi bularning o'tir qismi jarayonida bilmaydigan, uchinchi oxirgi mavjudlik o'tirga chiqib bir bizning bayrog'imizni ko'tarib, u yerda bir ko'rish qilganini ko'rgandan keyin bundan hayajonlanganlar, hayajonlanib zaten bizning bu qurolli kuchimiz deb bu bizga hamon bo'kincha Xitoyga zarba beradigan biz uchun qurolli sabga mang'ilgan qo'shin deb qaraydi. Ma'noda umidlandi. Endi bularni ayblayotgan, tanqidlayotganlar kim bo'lsa, boshlanishdan boshlab hozirgachilik bularga diqqat qilib kelayotgan, bularning mang'ilgan, to'g'an, qilgan ishlarini bir-birlab bilib kelayotganlar. Bu bir Alanın özü endi bu Türkistandagi Türkiston mujohidlarining o'zi biz Sharqiy Turkistonni ozod qilamiz deb bayon etilgan qoldi. Ashta chiqdi o'ttirga. Bunda chiqayotgan chog'da sen yolg'on, sen ozod qilmaysa, bu yolg'on gap qilma deb unda xarat gap berish bo'lmaydi. Ammo xalqni yana bir hayajonning o'ziga qurbon bo'lib ketmasligi uchun bir xalqqa bir tushuncha izoh berish kerak. Xalqimiz xuddi 2012-yilgi hijrat balasiga kirib, hijrat tashkiloti bilan minglab qurbon bo'lib ketgan o'xshash bu qatim bu hayajonning qurboni bo'lib ketmoqda. Suriya ayrim bir davlat, u yangi qurilayotgan bir hukumat, u yerning hayajonligiga berib, siz u sabga yana bir qatim qaytilib ketishki, hayajonga kirib qolmanglar deb ogohlantirish kerak. Ibn Tugri. Rahmat. Yani Uyg'urlar qurolli qismi Xitoyga hech qanday ta'sir qilmaydi desak, vaqtda Uyg'ur qurolli qismini qurishning hech zarurati yo'q. Ta'sir qilgan, Xitoyga zarba bergan 1997-yili, ya'ni bir davlat kichikdan Qirg'izistonlik bir davlat bo'lsa, bir davlat kayningizdan qo'llasa, Xitoy qarshi harakat qila olasiz, qildik. 1997-yilda Turkiyaning Buyuk Birlik partiyasining yetakchiligida biz Uyg'ur mujohidlarini Afg'oniston Keşmir'de terbiyeli ekilip, O'rta-Osiyoga vatan kirgizib Xitoy vatanda nurg'un urushlar bo'ldi. Hamda bu urushlar cho'ng ashlama shu vaqtdagi texnikasi bo'yicha, shu vaqtdagi Uyg'urlarning o'rgangan urush taktikasi bo'yicha Xitoyga zarba berdi. O'rta-Osiyoda cho'ng bir qadar bundan Xitoy payda oxiri Turkiya bizni setibetdi. Jiang Zemin medal berib, Turkiya Xitoydan boshqarilgan bomba bugungi Turkiyaning Xizar A deydigan boshqarilgan bombaning texnikasini elib bizni setibetdi. Agar Turkiya sotmagan bo'lsa, biz shu vaqtga qurolli harakat O'rta-Osiyoda mavjud bo'lib turadi, balkim Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgan boshqacha bo'ladi. Bir davlatning, ya'ni kuchli bir davlatning himoyasiga erishsa, qurolli kuchda natija bo'ldi. Qora to'g'ri desa, agar qurolli kuchni bir davlat qo'llamasa, ya'ni Chechelango, Afg'onistondek, Suriyadek hukumatsiz o'z ojiz yerda turaversa, u Uyg'urlar hech kim qilolmaydi. Qurol qancha kuchli bo'lsa shularning bo'ldi. Ammo bizni bir davlat qo'lishiga, shu davlatning qo'lishiga erishish uchun bizning g'arbdagi ittifoq davlatlarimizni aloqa qilib yo'l ochish kerak deyapman. Ani gap qilardim jana. Maya bir izoh berib qo'yaman. Bu 97-yil O'rta Osiyoga tashkillangan bu harakatning o'zi Turkiya setyapmidi. Asli temelden setiş için, kuzu qilish uchun qo'llangan bir harakatdi. Masalan, 96-yil 4-ayning 24-kuni Shanxayda 5 davlat birlashib, Shanxay ittifoqini qurdi. 96-yil 4-24. 97-yil 5-ayda O'rta Osiyoga bir qurolli harakat qilganlar tashkil chiqdi. Buni temeli nima degan chog'da 5 davlat bu strategiyani tuzgan. Türkiye sirtdan qatnashgan bu ishga. Turkiya setyapmidi. Turkiya dal ko'zir qilib qo'llanish uchun yana bir paxlanda bodab Qirg'iziston u paxlanga yaylaq berdi. Turkiya u paxlanga yo'l ko'rsatib, sakini oldiqsa qo'yib yetakledi. Bu Qirg'izistondan yaylig'ida yaylab azroq pishlangan bu kuch ne bo'lganda vatanga asli kirib, Qirg'izistonning, Qozog'istonning chegaraniki ruxsat qilish bilan ko'z yumish bilan vatanga o'tib qurollar. Ashaddiy harakatni qilolmay turib, bostirilib, Xitoyning eng ig'ir
zarbisiga uchirdik. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning harakati, Uyg'urlarning siyosiy tashkilotlari mushu voqeadan keyin butunlay zarbiga uchrab, hatto men Uyg'ur deganlarning o'zimi ashada xili ig'ir 2002-yilga yomon ig'ir ta'qib ostida qoldi. O'rta Osiyodagi yerlik Uyg'urlar. Buradaki ziydi shunchalik bo'lgan. Buning o'zini tadqiqot qilgan qanday deydi desa, mushundaq Shanxay bashlik nimani qurib bo'lib turib, Qirg'iziston shuni ichidagi bir davlat turib, Qirg'iziston va Qozog'iston qanday qilib bu mujohidlarga o'zining harbiy bazasini bergan degan ma'noqdan kelib chiqadi qarindosh. Mana ishning aqlsiz ko'rishga agar Xitoy Shanxay bashligini 97-yilda keyin qurgan bo'lsa, 97-yilda mujohidlar bu yerga to'plashib, Turkiya bunga rahbarlik qilib, Xitoyga qarshi bir harakat qilganligi uchun Xitoy qaytarma zarbiga o'tib, Shanxay bashligini qurib, bu chegara rayonini butunlay qamal qilib ketdi. Chegara davlatni deyishga bo'ladi. Ammo Xitoy dal shundan burun qurdi, 1 yil burun qurdi. 96-4-24-kunisi Shanxay ittifoqini qurdi. 97-yil 5-oydan boshlab mujohidlar udul vatandan turmadan chiqarildi O'rta Osiyoga. Bu ishning jarayonlarini men bildigan tursam, O'rta Osiyoda men tug'an tursam, shu yerda men Qirg'izistonda KGB'ning turmush yatgan tursam shu 96-97-yillar. Bu ishlarning hammasi bizning beshimizdan o'tgan ishlar. Shuning uchun ma'lum asosi bo'lg'ashqa bularni tanqid qilganlarning asosi bo'lg'ashqa, birinchi kelib chiqish jarayoni shu bilik, ikkinchi mavjud jarayoni shu bilik, uchinchisi 2008dan 2016gacha bularning bayonot e'lon qilgan bayonotlari Xitoyga qarshi. O vatandagi bo'lgan harakatlar, mo'shani hammasi yig'ilib kelib, bir qatimda O'rta Osiyolik Uyg'urlarni vujudtirishga foydasi bo'ldi, ikkinchi qatimda lagerni keng ko'lamli echib, Uyg'urlarni bostirishga foydasi bo'ldi degan ma'noqdan bular Uyg'urlar xatarlik, Uyg'urlar ziyonli harakati mundaq baho beriglik. Bunu mu ya sen mujohid qarshi, qurolli harakatga qarshi sen xainlar bizning bu mujohidlarimiz qo'llashimiz kerak deb mundaq xilqi ularniki fikrini rad etishga bo'lmaydi. Hozirgacha bu fikrni o'tirib qo'yganlar kim o? G'ulom Osmon Efendi, Mamtun Ali Efendi, Ahmadjon Osmon Efendi. Mush uchlarniki leksiyasida nihoyat kar o'rin oladi. Men bu qisman o'zimniki bilgan jarayonlarimni, o'zimniki guvohi bo'lgan jarayonlarimni o'zim o'tirib qo'yib o'tdim. Ular Xitoyning o'yinidami ular? Dedi? Efendim? Ular nima deydi bu sürgündü hukumatlar nima deydi ularni Xitoyning o'yinidami? Xitoyning o'yinida bu siz anlamapsizda qarqanchada bir qatim anlab chiqish tegishlik. Mayli G'ulom Osmon Efendining bo'lsin, Mamtun Ali Efendining bo'lsin, andaki Ahmadjon Osmon Efendi bir nima bilan İlşat Desen, Abdülveli Ayub bu üççe bir ötküzgen söhbet var. Bunu bir anlap çıkınlar. Bu işlerin jarayon ilki sen bilmeyse bu işini sen bilmegendikin fikirkiz hakkı yok deydiğen gap emas. Bu işlerin başlanışından başlap 94-yil 6-ayda biz çıkkan başlap O'rta Osiyoga ondan keyin şu jarayonlar bo'lib o'tdi. Nurg'un ishlar var. Endi buni 2 yilki biz boshqa bir nimalarga qaynab ketib qoldik. Men eng ig'ir tanqid qilib kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsin, sürgünlük hukumatni bo'lsin, eng ig'ir tanqid qilib kelayotgan odamning birisi. Ammo bu Suriyaga yig'ilgan bu mujohidlarning o'ziga siyosiy tashkilotlar, aloqa qilmadi siyosiy tashkilotlar bularniki g'arbga yaqinlashishga, ya'ni g'arbning ig'dorchilik bo'lishiga bular harakat qilmadi deb plash buni o'rinsiz qoladi. Oldindan aşağıda bir mayillik bo'lishi kerak. Yaqinchilik o vatan millat deydiganlarga qarshi bayonot e'lon qilib kelayotgan o Turkiston Islom partiyasining 2006-yil e'lon qilgan nizomnomasi var. Hozircha o'zgartgani yo'q. Yani bu qatim yangi Suriya hukumatiningki tarkibida o'rin oldi bu Uyg'ur mujohidlari. Devlet armiyasiga o'zgartirildi deyli hozircha. Devlet armiyasiga o'zgartirilgandan keyin balki bu 2006-yil e'lon qilgan nizomnomasini balki bekor qilishi mumkin. To'xtab turing da siz kelimiz hozir mana bu siz bu hozir bu qurolli harakat qilsa uni Xitoy bunda masalan bu O'rta Osiyo bo'lgan men 91-yilga O'rta Osiyoga men 91da boshida butun O'rta Osiyo Rossiyada ham bor ashishning ishidim bor. Buningda mayli uni Turkiya o'z kuchiga qilgan bo'lsin, qanday qilsin bir davlat qo'llasa, mening gapim shuning. Bir davlatning himoyasiga erishsak, men o'tadi. Bir shu davlat qo'lsa, Xitoy qarshi biz kuchimizni ko'rsata olamiz demoqchiman. Bu bir. Ikkinchi u yerdagi Uyg'urlarning
biz Uyg'urlarda tashkilsizlik bor, ongsaviya tuvan. Chunki uni qatnashganlar hammasi yetishgan bolalar emas. Anki bizning beshida buni yetaklagan to'si diniy ideologiya yetaklagan. Chunki diniy ideologiya yetaklamasa boshqa bolalar bormaydi. Chunki bu o'lim. Ya'ni jihad, şehit bo'lsa degan nimani faqat islomda bor, boshqa yerda yo'q, boshqa bir davlatda yo'q. Shunga bu islomiy ruh bilan bularni tashkilgan. Tashkillash to'g'ri. Buni xato etsak biz tuzkorimiz vaqt tashkil etmaymiz. Bolalarning qurolli urushqin to'g'ri. Lekin buni boshqarayotgan boshliqlar ularning o'zining xo'jayin bilan chiroyli kelishib, bularni qurbon qilmay, hatto Turkiya bizni sotgan taqdirdami, bu qurolli qismlarni qurbon qilmagan shaklda saqlab qilishni ta'kidlash. Chunki u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, uni mujohid andoq desak, nima qilamiz bu davoni qilyapti? Davo degan avval o'zimizning ichidagi xalqning sadda, nadan, ta'tirlarini o'ngshash kerak. Gaplar o'ngshalmaganda qo'li bilan uni o'ngshab, bularni tuzish kerak, tartib silish kerak, Uyg'ur davosi xizmat qilish kerak. Shuning hozir bo'ldi-ku, Turkiya, Suriya bir qismi o'ylab, bir qismi hozir normal bir shaklda kirib, saqlanib qoldi. Ya'ni bo'ladigan-ku. Dialog o'tkazsa o'ngishildi-ku. Demakchi o'qidim, bir hozir sharq davlatlari qo'llasa ahmaydi. Rossiya yoki g'arb davlatlari qo'llagan bir qo'llashga erishalsa, qurolli qismimiz nima deyishsa mavjud saqlab qoldi. Buni biz cho'qim qilishimiz kerak. Burun qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, bu qilmasak, Suriyadagi bu Uyg'urlarni atigi osma hisob yo'qolib ketadi. Rahmat, unda bo'lsa, bugun program uzrab ketadi. Ya'ni bir savolni bilan oxirlashtirib, qolgan jami 9 savolni, qolgan 5 savolni kelar qatorda qilamiz. Ya'ni bir savol. Bir qancha kun ilgari, ya'ni 2024-yil 29 dekabr YTShi, ya'ni Hayat Tahrir Sham boshlig'idagi Suriya yangi hukumati Davlat Mudofaa Ministrligi qulg'onlikni va har qaysi qurolli guruhlarning tarqalib birliklangan Suriya armiyasi tashkillanganligini e'lon qildi. Vaqtli hukumat Mudofaa ministri e'lon qilgan Suriya armiyasiga 5 diviziyaning birisining Uyg'ur qo'mondoni Abdulaziz Davud Xudoberdi bo'lib tayinlangan. Undan boshqa Uyg'urlardan Abdusalom Yosin Ahmad va Mavlon Tursun Abdulatga polkovnik bo'lib tayinlanganligini e'lon qildi. Uyg'ur qurolli kuchlarining Suriya davlat armiyasida turishi dunyoga va biz Uyg'urlarga Xitoy hukumatiga qarata nima tushuntirib turdi? Bu savolning javobi bilan Matimin to'xtalib programımız oxirlashamiz. Bu yana Uyg'ur qurolliq kuchlarining ichidagi rahbarlari Suriyaning davlat mudofaa ministrligidan o'rin olganligi Uyg'urlarga qanday ta'sir berdi, Xitoyga qanday ta'sir berdi degan xulosa tushunamiz savolniki. Dunyoga ham Xitoy hukumatiga qanday Uyg'urlarga chet ellik Uyg'urlar Samsun ko'rmagan qalanda tunuğu düm düştü degan o'xshash biz hayotimizda qurol bilan yetish baxmagan haq o'g'ashqa, ya'ni qurolli ish qurol bilan hal bo'ldi, vatanning ozodligi qurol bilan hal bo'ldi deb qargan bo'g'ashqa Xitoy bizni askarlikdan mahrum qilib, qurol tutishdan, qurolning qanday narsa ekanligini bilishimizdan mahrum qilgan bo'g'ashqa biz qurol kuchi bilan ishimiz hal bo'ldi deydigan bir qizg'inlik azaldan bor. Unda bo'lgandan keyin endi bir davlatninki hozirgachilik Xitoy davlatidan boshqa, Rossiya davlatidan, Sovet ittifoqi davlatidan boshqa bir davlatning o'zi Uyg'urlarga bunday bir harbiy o'rindan yuqori martabani berib baxmagan. Turkiyada Muhammad Reza Pasha general deb bir kishi 53-yil Koreya urushiga qatnashib, shu yerda general bo'lib unvon etdiki, shu bir odamni maqtaydiq. General Reza Pasha deb Turkiyaning davlat mudofaa ministrligi general bo'lgan deb shunda maqtaydiq. U faqat bir odamdi. Endi hozir bu Suriyadagi mujohid qarindoshimiz uchun bir qancha kishi bu davlat mudofaa ministrligida o'zining salohiyati bilan kirib o'rin epdi. Bu chet eldagi barliq Uyg'urlarga ig'ir hayajon beg'ishladi. Shu hayajonni Turkistonda sizmi bu ekronni ochib bizning yerda gap qilib hozir munozaraga kelyapsiz. Shu hayajonni Turkistonda Uyg'urlarga shunday ta'sir berdiki, bu bizning qurolli qismimiz deb o'ylab qoldik. Suriyadagi mushu mujohid bolalar Turkiston Islom partiyasiningki mushu mujohidlari, mushu mayor general qo'mondonning o'zi bizning deb o'ylab qoldik. Ha bizning emas. Turkiston Islom partiyasi degan chaqda bu bizni qo'tgan O'rta Osiyoni qo'tib ketgan bir ulguja, bir keng ko'lamlik rayonning Islom partiyasiningki mujohidlari bo'lgan bo'lsa, mana endi qo'yib Suriya davlat armiyasining bir qismiga aylanib ketdi bular.
Bu tarafını düşünüş kerak. Endi Xitoyga qanday ta'sir berdi olsangiz, Xitoylar axborot azizga sarab ketdi. Voy bu terroristlarning o'zini davlatlik axborotlar emas, asosli rayonlik, ba'ziligi demokratik shaklda o'tirg'i chiqib olgan axborot kanallari, shaxsiy axborot uchurlari bular nihoyatda ko'p turib hozir o'tirg'i chiqdi, bayonotlanib qoldi, axborotlanib qoldi. Bu terrorchi, Jungoga qarshi terrorchi kuchlarning o'zini Suriya yangi hukumatı davlat mudofaa ministrligiga akirib, cho'ng o'rin berdi. Bu nihoyatda Jungo uchun xatarlik ahvol deb bunda ko'p turib, buni anglagan vatandaşlarning o'zi nihoyatda qattiq hayajonga tushishi mumkin. O Uyg'urga biron ta'siri bu. Xitoyga beradigan ta'siri nima desa, Xitoy bundan albatta ijobiy, o'ziga manfaatlik bir payını alıdı bu işten. O Xitoy ondan qo'rqib turgan bir ish olmaydi. Suriya hukumatı yangidan qurildi. Partizanlik chapini to'liq almashtirib bo'lmagan bir hukumat. Buni oldi bilan Xitoy hukumatı, Suriya, Rossiya hukumatı qatorliq bir qancha davlatlar e'tirof qilishi kerak. Bo'libmi Xitoyning bularni e'tirof qilishi intayin ehtiyojli. Suriya xalqining bundan keyingi qurilishi uchun Xitoy davlatining bularni e'tirof qilishi bak muhim. Endi bu qandaq bir ko'zurninki o'yinni kartını açtı hazır bu Suriya yangi hukumatı bularni diplomatiyaga nihoyat usta ekan. Endi bular hokimiyat beshiga chiqib bir haftadan keyinlar bayonotlar qilgan Suriyadagi har turli qurolli kuchlarning o'zi tarqalib ketadi, o'z davlatlariga ketadi degan bayonotlar qildi. Ondan keyin yana bir bayonotlar qildi. Ondan keyin davlat mudofaa ministrligiga qaytilib ketadi deb bayonotlar qildi. Tuzuqsizlar bu 49 harbiy amaldorning ichida 5 tane chet ellik harbiy amaldor aka, buning orasida Kosovolik harbiy amaldor aka, birisi Turkiyadan ketgan mujohid aka, 3-chi Uyg'urlardan bo'lib, mushunda cho'ng o'rinli birlik. Endi buningki Xitoyga berilgan ta'sir nima desangiz, Xitoy xalqiga bir qo'rqinch berdi. Xitoy davlat axborotlari va shaxsiy axborotlar Xitoy xalqini cho'chitdi. Bu Uyg'ur terroristlarini ajoyib ig'ir bosh kechirgan, mushu Suriya deganning mushu boshqa arablar kesgan boshlarini tortib, Uyg'urlar kesgan deb turib, u yerda axborot qildi. Mahallaviy, rayonlik axborotlardan keng ko'lamda tashkil qildi. Xitoyni yana bir Uyg'ur xalqiga akil o'tixinbek Uyg'urga qarshi Xitoy xalqini. Xitoy xalqi azalli qarshi bizga. Ammo navbatdagi vaziyatda Xitoyga bergan ta'siri nima degan bu savolning mazmuni. Buning qarta endi men shuni ta'kidlayman. Bu Xitoy xalqiga shunday ta'sir berdi. Ondan o'ktish Xitoylarmi kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi bundan nihoyat axborotni keng ko'lamda foydalandi. Mana bular Jungo Kommunistik Partiyasini ag'dirgan Uyg'urning qurolli kuchlari deb turib, buni nihoyat keng ko'lamda tashkil qilishi mumkin. Avval shu. Ammo Uyg'urlar unutib qolmaslik kerakki, Suriya hukumatı Uyg'urning hukumati emas. Bu Suriya davlatining hukumati. Suriya davlati 13 yillik ichki urushdan keyin vayron bo'lgan bir Suriyaga qurilgan hozirgi rayonlik hukumat. Endi Suriyaniki markaziy hukumati deb qaraydi, shunda bo'lsa bir qancha rayonni bular o'ziga qo'shamadi, ayrim bo'linib ketgan rayonlar bor. Shunda bo'lsa endi markaziy hukumat deb hisoblagan chaqda bu markaziy hukumat albatta Xitoy bilan Rossiya bilan yaqindan yana hamkorlashadi. Angliya bilan, Amerika bilan, g'arb davlatlari bilan hamkorlashish nuqtasi boshqa, ammo Xitoy bilan hamkorlashish nuqtalari boshqa. Nurg'un davlatlarniki Suriyada hech qanday da'vosi yo'q, majrosi yo'q. Faqat Turkiyaning, Ironning, Iroqning va Xitoyning majrosi bor. Xitoyniki, ya'ni Uyg'ur terroristlari, Sharqiy Turkiston terroristlari degan majrosi Suriyada. Turkiyaniki chegara majrosi bor. Iroqning shundoq, Suriyaning shundoq, Rossiyaning va Ironniki. Bu atrofdagi davlatlarmi yangi hukumatga ishki bisliq diplomatiya qilishi mumkin. Hali desa bir jiqitish yoki buni yo'lab turg'izish bu ehtimollikdagi masala. Bu qanchalik putkashab turalaydi yoki yaqinda ishki urushga kirib qolamdi bu yangi hukumat. Bu har turli ehtimollik ko'z tutildi. Agar yaqinda bir ishki urushga kirib qoladigan bir vaziyat bo'lsa, o chaqda bularga yana mujohidlar kerak.
xuddi Sham islom xilofatiga hijrat qilgan, nurg'unlagan, minglagan mujohidlar o'zini pilaqanga o'xshash bu qatimqi Suriya davlat mudofaa ministrligining o'rnini olgan bu mujohidlarga bu davlatningki amilligi uchun, bu davlatning ichki urushi uchun yana mujohid kerak bo'ldi. Buningga Uyg'urlar diqqat qilish kerak. Tavrni ketmay. Hozir Turkiyada Uyg'urlar qat'iy xotirjamlikka erishilmadi. Suriyadan chekinib chiqqan minglagan Uyg'urlarmi xotirjamlikka erishilmadi. Hali desa turmaga solab turdi. Agar Suriyada bir kamchilik bo'lsa, yana boshlanishi mumkin Suriya hijrati. Hech bo'lmasa Turkiyadagi bu xotirjamlikka erishmayotgan qarindoshlar Turkiya hukumatining besim bilan, xuddi Xitoy hukumati besim qilib Suriyaga urkitib hijrat qildigan o'xshash, Turkiya axborotga hukumatining besimiga uchrab bu yerda ham yashash imkoniyati nihoyatda qiyin ahvolda. Ikkinchidan xotirjamlikka erishilmagandan keyin yana bir hijrat to'lqini boshlanishi mumkin. Bu ehtimollikni ko'z tutish lozim. Rahmat. Rahmat. Yana va so'rashi bir qilib qoldi-da, Uyg'ur bo'lgan ta'siri, Xitoy bo'lgan ta'sirni xalqaro bo'lgan ta'sir qanday? Xalqaro bo'lgan ta'siri, xalqaro buningga qanday inkas qilishini biz oldin tasavvur qilib olmaymiz. O Suriya hukumatining rahbari bo'layotganlarmi yaqindagi xalqaro terrorist bolalar 5-10 million tutishburga chiqargan ashunday odamlar uni terroristdan kechirim qilib rasmiy bir qonunliq hukumatning rahbarlari deb e'tirof qilish bosqichiga o'tdi. Endi o hukumatning tarkibidan o'rin olayotgan Uyg'ur qurolli kuchlarini Rossiya davlat mudofaa ministrligining askarlari deb tonishi mumkin xalqaro. Agar ular ya biz bu davlat mudofaa ministrligiga qatilmaymiz, o'zimizning Turkiston Islom partiyasi degan mavjudligini saqlaymiz deb bo'linib chiqib ma'lum bir rayonga ko'chib ketgan chog'da balkim xalqaroliq uningga bir xil ta'sirda bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi ahvol ostida u xalqaro ahvolni Suriya davlat armiyasining bir qismi deb e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Rahmat. Nurmatga bu vaqt sizningki boshqa fikrlaringiz bormi? Ha, bunda endi u baydedik bizning chet eldagi Uyg'urlar eng yuqori vazifa bu Mabejatda Mehmet bin Rıza Paşa'nın dedi. Chet el yani O'rta Osiyoda bu vazifa olgan Uyg'urlarimiz, Uyg'ur harbiy amaldorlarimiz o'qib, bilim bilan yoki hukumatning o'stirishi, yetaklishi bilan o'sganlar. O'sib shu yerga chiqqan. Masalan, Rıza Paşa'ni o'qitdi, o'qigandan keyin baldak hukumat o'stirib apadi ya urushga kirdi. Ama jang maydoniga bormagan bo'lishi mumkin, qo'mondon bo'lgandan keyin shtab tutdi. Va O'rta Osiyodan polkovnik masalan Qahramon Xo'jamberdim polkovnikda, ya'ni nurg'un polkovniklar bor O'rta Osiyoda Uyg'urlardan. Bular hamsi shu Sovet Ittifoqininki o'qitishi bilan o'qib bo'lgan. Ammo Suriyadagi bu Uyg'urlarning va bugun kelishib, bosh qo'mondonning maktab saviyasida yo'q edi, boshlang'ich o'qigan edi diniy maktablar. Amili jangda urush qilib, jinini tik turib, ikki bolasini xotinini o'ldirib, quruqlar nurg'un amili tajribalardan keyin yani bir gruppa yani HTC'ning qoyil qilib turib bu qatim kirdida bu o'xshamaydi. Yani eğer Uyg'urlarningki jangovarligi, botirligi, qobiliyatlar chiqdi. Bundan Uyg'urlar albatta faxrlanadi. Mana faxrlanadi. Chunki chet elda biz Xitoylar urushamizmi, chet elda urushib dunyoda hozir Ruslar urushdi, bular Eronliklar urushdi, Asadlar urushdi, ularning shunda ilg'or qurollar qarshi urushib hayot qilib, hatto Shamning oxiri Suriyaning ozod bo'lishiga 3 liniyada askar chiqadi bular. Latakiya, Homs ham Damashqqa. Ashning ham urushlarda mush qo'mondoni bor ekan. Ya'ni o'zining amaliy tajribasi, urush taktikasi, Uyg'urlarning urushchanligi, qobiliyatini ko'rsatganligidan Suriya hukumati buni berdi. Ya'ni yolg'iz Uyg'ur emas, bashik turibdi. Endi bu Uyg'urlardan biz faxrlanishimiz kerak, g'ururlanishimiz kerak. Ya'ni bu Uyg'urlar mayli nima uchun urushgan bo'lsin, o'zining jangovarligi, fidokorligini dunyoga isbotladi. Ya'ni dunyoga kelgisi favqulodda Uyg'urlarni biz Xitoy qarshi qo'llansak, bular yaraydi ekan, bular jangovar ekan, qo'lda qurol solar ekan, qo'rqanchaq emas ekan, qochadigan emas ekan degan bir hukmni xalqaro berdi. Bu xalqaro mening tushuncham bo'yicha. Agar xalqaro favqulodda Xitoyni agar kelar oydan boshlandan bugun boshlab agar Trump hukumati chiqib Xitoyni bir jihatdan jazolayman desa, g'arblar agar favqulodda Uyg'urlarni bir davlatning qo'li bilan qo'llab Xitoyga solaman desa, bu Uyg'urlarga umid bor. Ya'ni xuddi bugun Kurdlarni Turkiyada, Suriyada Kurdlarni qo'llayotgan g'arb dunyosi bir kuni Uyg'urlarni qo'llab qolsa,
qo'llash niyati bo'lsa yoki niyati bo'lish ehtimoliga lengil taqtaq bo'lib qolgan bo'lsa, bu Uyg'urlar isbotlaydi. Ya'ni bularni qo'llasak, qo'lda qurol tuta oladigan, xuddi kurdlardek jangovar sodiq millatga degan bir ifodani ifodalaydi. Quruq gap sotadigan qashqar emas ekan. Buni yo'q. Endi bu yerda Uyg'urlar hozircha Suriya hukumati mayli qanday sistemni qursin, nim qursin, bu hozir Suriyaning ba'zi fuqarosi. Endi albatta Xitoy bular Turkiyaning fuqarosi turib, Turkiyaning bir milliy armiyasining tarkibiy qismi turib, Xitoyga qarshi bir harakat qilmaydi, ham qilg'izmaydi. Davlat sistemasi shunday bo'ladi. Chunki agar Suriyani atigi Xitoy qo'llasin, bu Suriya hukumatining nomidan bular qilolmaydi. Favqulodda bizga bir yerdan bir davlat Xitoyga qarshi yoki biz o'zimiz kuchlanib Xitoyga qarshi bir harakat qilamiz desak, Suriyadagi Uyg'urlar bizning eng asosli qurolli qismimizning manbasi shular. Chunki ularning qurol tutgan, ularning ichida askar bo'ldiginim bor, bu daqini kirib ketib askar bo'lmay fuqaro bo'ldiginim bo'ladi. Chunki qurol tashlagandan keyin fuqarosi hozir yangi hukumatning raisida hamma qurol tashlab askar qitilgan askar bo'lsa, askar qitilmagan fuqarosi deb. Shunda ikki xil Uyg'ur ayrıldı belki Uyg'urlar. Ayrılganki bular Suriyaning nüfus tekshirish bo'ladi yaqinda. Nüfus tekshirish qilib oldi. Nüfus tekshirganda u yerga ko'chib kelgan hamma xalqni elishi mumkin. Shu qatorda Uyg'urlarmi u yerning fuqarosi. Chunki yangi Suriya davlatining qurilishi uchun bular to'p qo'shganni mencha Suriya qo'g'lab chiqarib o'tmaydi. Ularga grajdanlik fuqarolik berdi. Ular ishada qoladi. Qaraki bular endi kelgusi bular hozirgi ularning degan shuarlarga bizning maqsadimiz bu emas. Biz Sharq Turkistonni vatan ozod qilamiz deyotdi. Aytdigini bo'yicha bularga bir fursat, sharoit, iqtisodiy manba, qurol buraq manbasi kelib qolsa, bular uni qiladi, qilmaydi. Shuni qildirish uchun hammamiz har tarafdan kuchishimiz kerak. Yolg'iz quruq gap bilan bo'lmaydi. Suriyadagi Uyg'urlar bizning kelgusidagi Xitoyga qarshi inqilob qildigan qurolli qismlarining asosiy manbasi. Bular bizning azimatlarimiz, yigitlarimiz, botirlarimiz. Bularni mayli qanday ideyalar berib chiqsin, bular o'zining bir urush qilish taktikasi bilan, hayot mamotlari bilan, o'lim yetildan qutulib, yordar bo'lib, bugungi olib keldi. Shuni ularni qanday aybi bo'lsin, ularni kechirib maqtash kerak, taqdirlash kerak. Endi buning Xitoyga qanday ta'sir bo'lganda, Xitoyga qo'rqinish soldi Abdurahimjon dedi. Xitoyga qanday qo'rqinish soldi? Lekin bizning vatandagi Xitoylarga uncha qo'rqinish solmaydi. Xitoy hukumatiga biroz andish qildi, favqulodda biz o'ylaganning natijasida o'ylaydi Xitoy. Bizning kichkina bir yerim davatimiz ku. Xitoy bu Uyg'urlarni necha xil operatsiya qilib, necha xil analiz qilib, bu Uyg'urlarni balki Suriya yeng qilgan hukumatlar bular so'zlashidi. Ularni ya tarqitib berdi, yoki bizni qaytarib berdi deganlarni qildi. Hamda uning qarshi keyin Turkiya hukumati va Turkiya nima deydi, G'arb nima deydi. Bu yerda nurg'un diplomatik urushlar, anglashmalar, so'zlar bo'ladi. Lekin Xitoy andish qiladi, qilmaydi emas. Chunki qurol tutgan bir Uyg'ur, bir guruh Uyg'urning bir dunyoning bir bo'lagida mavjud bo'lishi Xitoy uchun har zaman tahdid. Xitoyning manfaati. Shuning Xitoy bu Uyg'urlarni har zaman ehtiyot qildi, tahdid qildi. Lekin Xitoy fuqarosiga qo'rqinish hozir sololmaydi. Chunki biz Yaman Juraqda hozir ayliqqa chiqqan telegrafning kelisini bir kunda 1,5 million odam ko'ribdi. 900 ming kommentlar inkas. Shuning hammasi bularni Shanxi qilib chiqaraq Xitoy o'xshaydi yozganlari. Bu to'rtta odamlar biz Xitoy kelalardan Suriya Juraq bo'lsa, bunda tursa, sen ikkita avtomatlar, tanklar biz Jungodek qudrat kelamiz. Ularning degan gaplari ba'zi haqli. Chunki biz u yerga borolmaydiganimiz haqli. Tahdid solanmaydiganimiz haqli. Lekin Xitoy hukumat bo'larak ular ehtiyot qildi. O'zini bir xil tahdid his qiladi. Ashlarning mavjudiyati Xitoy uchun bir tahdid. Dunyoning qayerda bo'ladi bu qurolli kuchning mavjud bo'lishi Xitoy uchun har zaman tahdid bo'ladi. Chunki xalqaro davlatlar, dunyodagi davlatlar bir kunimiz bir kuni Xitoy tishiga tegib qo'ysa, ashlardan foydalanadi. Ularni qo'llanadi. Mayli bir qo'llanib setib yoki bo'lmasa yarim yo'lda Xitoyda so'zib setib xuddi bizlarga Yovpidaya degan kinoni ko'rgandek Uyg'urni aeroportdan tashlab qo'yib yo'l setib Xitoy andishib yashaydi. Va shuningga bu Uyg'urlarimizdan men faxrlayman shaxsan, g'urur tuyman. Nima shunday bir askarman deb necha qitim tirishgan, 3 qitim urinib qo'yib askar bo'lib ayda urush qatnashman deb bo'lmagan. Hayotim 2 qitim 3 qitim xatarga bo'lib, azroq kichik turmalarda yetib chiqib ketdim, saqayib ketdim. Hech qanday bir hayotim bo'lmadi. Lekin bulardan men faxrlayman. Herhalde bir Uyg'urga dunyoda bir g'urur paydo. Endi xalqaro buningga har xil inkaslarni berdi. G'arib bo'libmi? Chunki bu Uyg'urlarning bir yaxshiligi g'arbga hech qanday bir yomon ta'siri yo'q. G'arbga qarshi emas. Bu ularning bayonotidan ba, harakatidan ba. Ya'ni g'arb mafkurlarning ishlagan xabarlardan bularning g'oyasi Xitoyni qarshi Sharq Turkiston vatanini ozod qilish degan nima bo'lgandan keyin g'arb bulardan andish qilmaydi.
G'arbning bularga hech qanday faqat andish qildig'ini Xitoy, buni kelgusi taqdirini bir taraf qo'ydirdig'ini Suriya hukumati, Turkiya hukumati. Ammo ikki hukumat agar favqulodda Xitoy bilan bo'lib qolsa, bularni taqib o'tish kerak, taqib mumkin yoki boshqa tutib berish mumkin, lekin bu ehtimollik bak yiroq. Mening qarashimcha. Rahmat, bugun jami 9 savol tayyorlagandim. Hozir 4 savol tugabdi. Endi programni uzatib ketgan savolni bir şey to'xtalib temalarnikini. Bo'ldi. Qolgan yana bu Suriya ahvolida yangi-yangilar xabar chiqyapti kunda degandekda. Yana savollar yig'ilib qolib, buni davomli biz qo'g'lab biz yangi o'zgarish olib qolib mas savollarni tayyorlab programmamizni davomlash qildi. Bu programning ikkinchi qismini kelar qatimda boshlaydi. Qanday kelar qatim qiladi? Ko'p rahmat. Deb qo'ygan bir gapim, bu ekran qatnashgan qarindoshlar hammasi o'ziniki tayyorlagan savollarga o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Hozir Abdurahim akimizdan, Nurot akimizdagi ba'zi savollarda farqlidan chiqib chiqqan ko'rib turyapmiz mana-da. Ikkisi o'qish bir nuqtani, ma'lum bir savol o'qishmagan nuqtalardan javob berdi. To'g'ri buni kesib elib Twitter'da u yerda bu yerda qilib, uni tarjima qilib, sazoy qilishning hech qanday bir nimasi yo'q. Bu to'g'risida bilan yozmoqchidim. Yezimni qo'ydim Twitter'ga, shunda odamga javob bermaydi, oxiri jim o'tirib oldi. Shunga bu ekran hammadan o'choq. Men hech kim ekranga chiqib munozara qildim pistonlan desa, sen tutdi demayman. Hammadan ekran o'choq. Kelsin, savol olib qolsa, o'rtaq qo'ysin, mishal munozara qilaylik. O'zimizning ismimiz aniq olmagan bir qism odamlar qo'ygan programmalarga savolning boshaqini qilib kesib etlarkim, yo'qolang bir yerlik bizning ismimizni chetib, yana bizga qo'shib haqorat qilishni biz qarshi mana bir narsaga. Chunki avval sen kim o'zingni oshkorla. O'g'al bo'lsang ekranga chiq, munozirlash. Fikringni so'ra, savollarni o'tirib qo'y, javob bersin. Kesib bilib yo'qolang har qaysi yerga bizni bog'lab qarlayman, tuhmat qilaman degan bizga o'g'al unda xirsinimiz nima qilib qolmaymiz. Shunga o'zaro fikr hurmat qilaylik, insonga samimiy bo'laylik, bir fikrimizni hurmat qilaylik, insonga hurmat qilaylik. Shunga har qanday odam ekran o'chiq, fikrini qilib qolsa chiqsang bo'ldi, munozaralashtirib berman. Rahmat, ishkanlarning faqat suhbat qatnashganlar, shunaqa ko'rgan barliq qarindoshlar ko'pdan ko'p rahmat. Inkosinglar qilib qolsa qoldirsanglar, kelar qatim suhbat davomlashtiramiz. Hammaga rahmat. Rahmat. Alloh rahmat. Xayr.